45 metr kvadratdan iborat dit bilan remont qilingan 5 etajlik domning birinchi qavatidan kvartira sotuvga chiqaryapmiz. Hozir proyekt bilan tanishtiraman. Asosiy kirib chiqish eshigi, bitta eshikka e'tibor bering. Devorning rangi bilan bir xil bo'lib ketgan, daborlargacha qilib qo'yilgan. Xo'p, asosiy kirib chiqish eshigini ko'rdingiz. Mana bu yerni hovli sifatida taxlab qo'yganlar. Ovqatni pishirasiz, ovqatlanish uchun kompaktni zona qilib taxlab qo'yganlar. To'g'risini aytsam, dit bilan remont qilingan. Bu barchasi ko'rib turganingiz qo'l mehnati. Barcha joylari atachento qilingan. Atachento kraskaning nimasi yaxshi? Kirib bo'lganda bemalol latani namlab yuvsangiz bo'ladi. Sanuzel xonasi pastidan tepasigacha kafel qilingan. Tureski batarlar suvni isitish maqsadida aristonlarigacha qo'yganlar. Eshiklari ham yaxshisidan oynalargacha taxlab qo'yganlar. Xo'p, kvadraturasi anchagina katta. Bu esa uyning asosiy xonasi. Ikkita tereza ko'rishingiz mumkin. Chiroyli. Dit bilan remont qilganlar. Kirgandan fayz barokati sezilib turadi. Mebellar kelishilgan holatda qoladi. Podyezdda kameralargacha qilib qo'yilgan. Mana bu tarafda esa naveslari bor. Pastda mana bu yer огородlari ham bor. Xo'p, kvartiraga 33 ming dollar so'rashmoqda. Yana ozgina kelishadigan joyi bor. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, 5-mikrorayon Zarmedning shundoqgina oldida joylashgan.